Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlar bilan MySQL ombori bilan ishlashlikni o'rganamiz. MySQL ombori nima vazifa bajaradi? Bu ombor saytdagi har xil ma'lumotlarni o'zida saqlab turadigan bitta dastur. Mana shu dastur yordamida har xil ma'lumotlarni, ya'ni deylik, saytimizga tashrif buyuradigan va ro'yxatdan o'tadigan har bitta foydalanuvchini, ya'ni registratsiyadan o'tayotgan har bitta foydalanuvchini biz oldin txt fayl, ya'ni users.txt faylga saqlab borayotgandik. Har bitta foydalanuvchini ism familiyasini, yoshini hamda yuklagan rasmni, manzilini. Mana shu ma'lumotlarni, foydalanuvchilarning ma'lumotlarini biz txt faylga saqlab borayotgandik. O'zi asli txt faylga bundan buyog'iga saqlamaymiz. Faqatgina mana shu MySQL ombori yordamida mana shu omborga o'sha ma'lumotlarni bundan buyog'iga saqlashlikni ko'ramiz. Bundan buyog'iga txt faylga biz hech qanday ma'lumot saqlamaymiz. Faqatgina MySQL omboriga saqlaymiz. Bu omboriga ma'lumot saqlashlik uchun avval u omborni ochib olamiz. U omborimizni ishga tushirishlik uchun hemp papkamizga kiramiz. Hop, bundan keyin esa pastroqqa tushib turib hemp start yoki mana bu hemp kontrolni bosamiz. Hemp kontrolni bosdik. Hop, endi mana bu yerda bizda Apache bor. Apache'ni start qilishimiz kerak, ya'ni serverimizni. Apache'ni start qildim. Mana bu yerda stop tugmasi paydo bo'ldi hamda mana bu yashil tusga kirdi. Bundan keyin esa mana bu MySQL omborimizni ham ishga tushiramiz. Mana bu yerga bosamiz startda. Ko'rib turibsizlar, mana bunda ham stop tugmasi chiqdi va MySQL yashil tusga kirdi. Bu degani endi MySQL omborimiz hamda Apache serverimiz ishga tushdi. Mana shu ikkita narsani ishga tushiramiz va mana bu adminni bosamiz. Ya'ni MySQL admin tugmasini bosamiz. Bosadigan bo'lsak, mana bizda brauzerimizda mana bunaqangi oyna ochiladi. Agar bunaqangi oyna ochilmaydigan bo'lsa, sizlarda brauzerni o'zingizlar qo'lda ochib mana bu manzilni yozsanglar brauzerga ana shunda chiqadi. Misol uchun localhost php myadmin degan narsani yozamiz. Bu yoqqa o'tamiz va yozamiz localhost. Undan keyin esa /php myadmin /php myadmin degan yozuvni yozamiz va enter bosamiz. Enter bosadigan bo'lsak, mana shu oyna ochiladi. Bu oynamiz MySQL omborimizni interfeysi hisoblanadi. Ya'ni ombor bilan ishlaydigan bir interfeys bu. Ombor bilan omborni sozlab olishligimiz uchun mana shu interfeysdan foydalanamiz va bir ikkita mashqlarni bajarib ko'ramiz. Ya'ni bu omborga qanaqa qilib ma'lumot kiritiladi va kiritilgan ma'lumot qanaqa qilib o'zgartiriladi va qaysidir ma'lumotni qanday qilib o'chirib yuborishlikni ko'ramiz. Shu omborga saqlangan ma'lumotni va undan keyin shu omborlardagi ma'lumotlarni hammasini qanaqa qilib olib chiqamiz yoki bo'lmasam saralab olib chiqish, ya'ni filtr qilib olib chiqish, ana shu narsalarni ko'ramiz. Hop, mana bu yerda tilni o'zgartirsak bo'ladi. Ruscha, afsuski bu yerda o'zbekchasi yo'q. Xohlasa inglizcha qilib olishimiz mumkin. Mana English yoki bo'lmasam ruscha qilib olishimiz ham mumkin. Keyin inglizcha qilib olamiz. Hop. Ingliz tiliga o'girib oldik interfeysimiz tilini. Hop, endi esa mana bu ro'yxat bilan tanishlikni boshlaymiz. Bu ro'yxatlar hozircha nechta ro'yxat bor bizda? 1
2, 3, 4, 5. 5 ta dona bizda ro'yxat turibdi. Bu ro'yxatlar bilan biz ishlamaymiz. Bu ro'yxatlar mana shu phpMyAdminni o'zini, ya'ni mana shu interfeysga tegishli bo'lgan ma'lumotlar ombori hisoblanadi bular. Bularga umuman tegmaymiz, bular bilan umuman ishlamaymiz. Biz o'zimizga mana shunaqangi bitta ombor ochamiz. Ya'ni bular ombor. Bular har biri bitta ombor. Mana bu new tugmasini bosib o'zimizga bitta ombor ochib yuborishligimiz ham mumkin. Xo'p, endi mana shu ombor ochishlik uchun new ni bosamiz. New ni bosgandan keyin mana bu yerda database name turibdi. Database name. Mana shu database name ga biz o'zimizga kerakli bo'lgan bitta omborga nom tanlab olamiz. Omborni nimaga o'xshatsa bo'ladi tuzilishini? Omborni biz bitta xonadon, ya'ni bitta uyga o'xshatsak bo'ladi. Bu uyning ichida bizda bir nechta xonalar mavjud bo'ladi va ana shu xonalarni har birida har xil ma'lumotlar saqlanadi. Deylik, misol uchun oddiy dala mahsulotlarini saqlanadigan bitta ombor bor deylik. Bu omborga kirganimizda har xil xonalar bor. Ya'ni katta ombor, u omborga kirsak bir nechta xonalar bor. Bitta xonada deylik, misol uchun kartoshka saqlanadi, yana bitta xonada deylik, misol uchun piyoz saqlanadi, yana bitta xonada deylik, misol uchun karam, sholg'om, baqlajon, pomidor va hokazo. Ya'ni bitta katta ombor bor. Bu omborga kirsak bir nechta xonalar bor. Har bitta xona aynan qaysidir turga taalluqli bitta ma'lumotlarni o'z ichiga olib saqlab turadi. Hozir biz sizlar bilan bitta ombor, ya'ni uy yaratishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin ichidagi xonalarni bo'lib chiqamiz. Hop, birinchi o'rinda omborimizga nom beramiz. Nomini o'zimizni saytimizni nomi bilan bir xil bo'lishligiga harakat qilishligimiz kerak. Chunki bu yerda ko'ryapsizlar, bir nechta omborlar bor va bunaqa omborlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Va ana shu paytda bizning omborimiz qaysi saytga taalluqli ekanligini bilib olishlik uchun nomini o'sha sayt bilan bir xil qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu ixtiyoriy, xohlagan nomimizni nomlashimiz mumkin. Hop, mana bu saytimizga HAMPga kiramiz, htdocs ga kiramiz va mana bu htdocs'imizda bizda bir donagina sayt bor. Ya'ni mysite.log degan bitta saytimiz bor. Bu saytimiz ichida hozircha hech narsa yo'q. Mana shu saytga o'xshatib nom beraman databasega. Hop, my site deyman. My site. Bo'ldi. My site degan bitta nom berdim. Yoki bo'lmasam birorta qo'shimcha nom ham berib qo'yishligimiz mumkin. DB, ya'ni database degan ma'noda. My site DB, pastda chiziqcha DB deb bitta nom berdim. Endi mana shu bazamizni yaratamiz. Ya'ni create ni bosamiz. Create ni bosganimizdan keyin ko'ryapsizlar, mana bu yerda ro'yxatga bizda bitta database qo'shildi. Ya'ni ombor. My site pastda chiziqcha DB. Hop, endi mana shu database ustiga bosib turib, mana bu yerga kiramiz. Hop, kirganimizda bu yerda bizda bir nechta table yaratsak bo'ladi. Create new table deyapti. Ya'ni yangi table, ya'ni jadval oching deyapti. Hop, jadval bizga nimaga kerak? Jadvalni biz o'sha omborni, bitta katta omborni ichidagi xonalarga qiyoslasak bo'ladi. Ya'ni har bitta xonada ma'lum bir turdagi ma'lumotlar saqlanadi. Ana shu har bitta xonani biz bundan buyog'iga table deb ketamiz. Tablitsa deymiz yoki bo'lmasam table deymiz. Tablitsa ruschasiga, table inglizchasiga.
tablitsa table ikkitasi bitta. Hop, endi mana shu table'ni yaratishlik uchun mana bu yerga table'ga nom beramiz. Birinchi o'rinda biz saytda qanaqangi tablitsa yaratishimiz kerak. Ya'ni table, ya'ni xona yaratishimiz kerak ombor ichida. Birinchisi bu users. Ya'ni sayt birinchi foydalanuvchilarning ma'lumotini saqlashlik bilan boshlanadi. Ya'ni foydalanuvchilar birinchi saytga kirib ro'yxatdan o'tadi va mana shu ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarni har bittasini ismini, familiyasini, yoshini, pochtasini saqlab turadigan mana shu yerda bitta tablitsa ochamiz. Hop. Avvaldan belgilab olishligimiz mumkin. Nomini hop users deyman. Bo'ldi. Users, ya'ni tablitsa nomi users bo'ladi va create deb bosaman. Bu yerda hozircha keragi yo'q bizga raqamni belgilashi. Ko'rib turibsizlar, mana users degan bitta tablitsa yaratilishlikni boshladi. Va mana bu yerda ustunlarni nomini yozishligimiz kerak. Ya'ni nechta ustun bo'ladi bizning tablitsamizda. Ya'ni bu users tablitsada qanaqangi ma'lumotlar saqlanadi, shularni ustunlarini belgilab chiqishligimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bu users tablitsamiz ichida bizga foydalanuvchini ismi saqlanadi, foydalanuvchini familiyasi saqlanadi, foydalanuvchini deylik yoshi saqlanadi va foydalanuvchini pochtasi saqlanadi va foydalanuvchini deylik misol uchun paroli saqlanadi. Jami 5 ta ma'lumot saqlanadi. Mana shu users tablitsamiz ichida. Xo'p, birinchisi name deymiz. Birinchisi name, ya'ni ismini saqlanadigan ustun. Ikkinchisi surname. Albatta bu ustunlarning nomini inglizchada yozishlik shart emas, o'zbekchada yozsa ham bo'ladi. Lekin standart mana shu inglizchada nomlab ketganimiz ma'qul. Sababi biz birorta sayt yasaydigan bo'lsak, bu saytni yasab topshirganimizdan keyin egasiga keyinchalik qanaqadir ish chiqib qoladigan bo'lsa, boshqa bir dasturchiga berishligi mumkin. Boshqa bir dasturchi tushunib ketishligi oson bo'lishligi uchun mana shunaqangi standart nomlashlardan foydalanishimiz yaxshi bo'ladi. Hop, bu name, surname, familiyasiga bo'ldi. Endi bu yerda yoshi bo'ladi, age, undan keyin esa email bo'ladi, ya'ni pochtasi. Hop, undan keyin esa parol bo'ladi. Ko'ryapsizlar, ustunimiz yetmay qoldi. 1, 2, 3, 4 bizga yana bitta ustun kerak. Hop, endi bu yana bitta ustun qo'shishlik uchun mana bu yerdan foydalanamiz. Bitta ustun qo'shish kerak bo'lsa, buni 1 deyman. Agar ikkita ustun qo'shish kerak bo'lsa, buni 2 deyman. Bizga hozir bir dona ustun kerak. 1 yozdim va go bosaman. Ko'ryapsizlar, mana bitta dona ustun qo'shib berdi. Hop, endi bu yerga yozamiz password. Ya'ni har bitta foydalanuvchining o'zini paroli bo'ladi saytga kiradigan. Mana shu parolni ham saqlaydigan bitta ustun ochdik. Hop, endi ustunlarning nomini belgilab oldik. Undan keyin esa bu ustunlarda saqlanadigan ma'lumotlarni turi hamda uzunligini ham belgilab ketishligimiz kerak bo'ladi. Hop, name ustunida qanaqangi ma'lumot saqlanadi? Raqammi yoki stringmi yoki number tipiga oidmi yoki bo'lmasam true false, ya'ni boolean saqlanadimi? Qanaqangi ma'lumotlar saqlanadi? Shuni biz mana shu yerga, mana shu ustunimizga belgilab ketishimiz kerak. Hop, name nimadan iborat? String bo'ladi. Ya'ni tekstlardan iborat bo'ladi. Odatda bu MySQLda string qisqa string ma'lumotlarni saqlaydigan ustunni biz
varchar deb nomlaymiz. Varchar. Varchar dedik. Endi taxminan u ustundagi ismni uzunligi taxminan qancha bo'ladi? 255 deylik. Hop, ya'ni maksimum 255 dedik. Bu degani name ustuniga biz ism saqlaymiz va bu ism maksimum 255 ta belgidan iborat bo'lishligi mumkin dedik. O'zi asli 255 ta belgidan iborat ism yo'q. Bu juda ham uzunlik qiladi. Minimum 255 dedik. Ismlar menimcha bo'ladigan bo'lsa eng uzunlari ham 10-12 ta bo'lishligi mumkin. Hop, 255 dedik. Hop, keyingi ustunimiz surname, ya'ni familiya saqlaydigan ustunimiz qanaqa ma'lumot saqlaydi? Raqammi, stringmi, numbermi, booleanmi? Bu ham string saqlaydi. Stringga biz varchar deymiz va bu ham xuddi shunaqa uzunlikda bo'ladi, ya'ni 255 ta maksimum. Familiya ham unaqangi katta belgilardan iborat bo'lmaydi. Hop, keyingisi esa age, ya'ni yosh. Yosh endi qaysi tipga taalluqli bo'ladi? String bo'ladimi, number bo'ladimi? Tipi. Number bo'ladi. Number biz mana shu int deymiz. Integer. Integer dedik va uni ham necha xonali bo'lishligi mumkin. Hop, 22 deymiz. O'zi asli 22 xonali yosh bo'lmaydi. Hop, necha xonali desak bo'ladi? 3 xonali deymiz. Hop, bundan keyin esa email deymiz. Hop, emailimiz qanaqa bo'ladi? Pochtamiz varchar bo'ladi, ya'ni string bo'ladi va uni ichida qanaqangi ma'lumotlar saqlanadi, ya'ni nechta belgidan iborat bo'ladi. Bu ham maksimum 255 ta deymiz. Chunki pochta belgilari jonaqangi ko'p bo'lmaydi. Passwordimiz ham har xil belgilardan iborat bo'lishi mumkin, shuning uchun uni ham varchar deymiz va uni 500 deymiz. Nimagaligini hozir tushuntirib beraman. Password, ya'ni parolni biz saqlayotgan paytimizda foydalanuvchi har xil parol kiritishligi mumkin. Ya'ni o'ziga qulay bo'lgan yoki bo'lmasam hech kim topa olmaydigan, xayoliga kelmaydigan belgilardan ishlatgan holatda juda ham ko'p xonali bo'lishligi mumkin. Bu parol qanchalik ko'p bo'lsa uzunligi shunchalik taxmin qilib topishga qiyin bo'ladi. Shuning uchun parollar hajmi uzun bo'lishligi tabiiy. Shuning uchun buni 500 dedik. Hop, endi buni ustunlarni nomladik. Name, surname, age, email, password. Ko'rib turganidek, mana ustunlarni belgilab oldik. Qanaqangi tipdagi ma'lumotlar saqlashligini belgiladik va nechta belgilardan iborat bo'lishligini ham yozdik. Hop, endi esa tabletamizni saqlaymiz. Mana save dedim. Undan keyin mana bu my site db ga kiramiz, ustiga bosamiz va ko'rib turganidek mana bu yerda bir dona tabletamiz paydo bo'ldi. Users degan tabletamiz. Hop, endi buni ustiga bosaman. Users ustiga bosadigan bo'lsam, ko'rib turibsizlar, mana nechta ustundan iborat ekanligini ko'rsatib turibdi. Name, surname, age, email va password. Xo'p, ko'rganlaridek mana baza yaratib oldik. MySQL omborimizga kirdik va undan keyin mana bu yerda baza yaratib oldik. Bazamiz ichida bitta tablitsa, ya'ni bitta table yaratdik. Va u tableda ham qanaqangi ma'lumotlar saqlanish kerak bo'lsa, o'shalar uchun mos ustunlarni belgilab chiqdik. Va structure ga kiradigan bo'lsak, mana bu yerga name varchar, surname varchar, age integer, email varchar, password varchar.
ko'rib turganidek mana har bitta ustunimiz qanaqangi tipdagi ma'lumotlarni saqlaydi va nechtadan belgiga iborat bo'ladi maksimum. Mana shularni belgilab qo'ydik. Xo'p, endi bu yerda biz mana bu ustunlarni e'tibor beradigan bo'lsak, ketma-ketligini o'zgartirishligimiz ham mumkin. Misol uchun name birinchi keladi, surname, undan keyin age, undan keyin email, undan keyin password. Agar mana shu ketma-ketlikni o'zgartirmoqchi bo'lsak, structure ga kiramiz. Misol uchun emailni agedan oldinga olib o'tmoqchi bo'lsak, structure ga kiramiz va undan keyin esa move columns ga kiramiz. Mana bu yerdan tanlaymiz. Misol uchun emailni men tepaga olib chiqmoqchiman. Ushlab turib tepaga tortaman. Ushlab turib tepaga tortaman. Mana shunaqangi holatda ustunlarni ketma-ketligini belgilab, undan keyin go ga bosaman. Go. Hop, endi browse ga kiramiz. Ko'rib turganidek mana ketma-ketligi o'zgardi. Name, surname, password, email, age. Mana shunaqangi ketma-ketligini o'zgartirib o'zimizga qulay ko'rinishda qilib olsak bo'ladi. Eng muhimlarini biz mana shunaqangi eng tepaga joylashtiramiz. Ko'p tekshirish mumkin bo'lgan, ko'p ishlatiladigan ma'lumotlarni mana shu eng tepaga qo'yib qo'yamiz. O'zimiz uchun. Aslida bu narsa muhim emas. Hech qanaqangi ahamiyat kasb etmaydi. Xo'p, endi agar bizga birorta ustun kerak emas bo'ladigan bo'lsa, my site db ga kiraman, tablitsaga kiraman. Undan keyin esa mana bu yerdan birorta ustun menga kerak emas bo'ladigan bo'lsa yoki o'zgartirmoqchi bo'lsam, structure ga kiraman yana. Va mana shu ustunni to'g'risidagi change ni bosaman. Change bu o'zgartirish. Tipini o'zgartiraman, ichidagi uzunligini o'zgartirishim mumkin yoki ustun nomini o'zgartirishligim mumkin. Hop, deylik misol uchun age ni men o'zgartirmoqchiman. Change deyman. Undan keyin age. Misol uchun ages deymish mumkin. Bitta s harfini qo'shib qo'ydim, ustun nomini o'zgartirib saqladim, save bosib. Ko'rib turibsizlar, mana ages. Ages ga o'zgardi. Agar birorta bu tablitsamizga yangi ustun qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana bu joyga yozamiz. Ya'ni nechta ustun qo'shmoqchimiz, ya'ni yangi bu tablitsamizga. Mana shuni yozamiz. Bitta bo'lsa bitta, 3 ta bo'lsa 3 ta, 2 ta bo'lsa 2 ta. Biz hozir bir dona yangi mavjud tablitsamizga yangi bitta ustun qo'shmoqchimiz, bir dona, shuning uchun buni 1 dedim va go ni bosaman. Go ni bosishdan oldin mana bu yerda tanlab olsam ham bo'ladi. Deylik misol uchun bu ustunimiz qaysi ustundan keyin joylashsin. Misol uchun surname dan keyin joylashadigan bo'lsa, mana shu yerga surname ni tanlab qo'yaman. After surname, ya'ni surname dan keyin mana bu yerda joylashadi. Password da o'rniga. Password esa pastga tushadi. Hop. Bo'ldi. Endi esa bu yerga deylik phone deyman. Ya'ni telefon raqam saqlanadigan ustun. Bu yerda plus boshqa belgilar ham bo'lishligi mumkin. Shuning uchun buni varchar deymanda uzunligini 255 deyman maksimum. Va undan keyin esa save tugmasini bosaman. Ko'rib turibsizlar, mana surname dan keyin phone ustuni paydo bo'ldi. Endi misol uchun bizga qaysidir ustun kerak emas. Ana shu ustunni o'chirib tashlamoqchimiz. Deylik misol uchun ages bizga kerak emas. Mana bu ustun befoyda o'chirib tashlamoqchimiz. To'g'risidagi dropni bosamiz, ya'ni minusni. Mana bu yerdan check all qilsak, hammasini pitichka qilamizda, agar hammasi kerak emas bo'lsa. Ya'ni bitada ko'pgina ustunni o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, mana shu yerdan check all ni bosib turib, qaysi ustunlar kerak emas bo'lsa, o'shalarga pitichkani qoldiramiz. Va mana bu dropni bosamiz. Agar bir dona ustun kerak emas bo'ladigan bo'lsa, ana shu ustunning o'zini mana bu yerdan dropni bosib o'chirib tashlagan bo'ladi.
Hop, ages bizga kerak emas, dropga bosaman. Okay. Ko'ryapsizlar, mana name, surname, phone, password, email, ages yo'q, o'chirib ketdi. Hop, demak sizlar bilan bugungi darsimizda ombor ochish, ombor ichida tablitsa ochish, tablitsa ichida ustunlarni belgilash, ularning tiplarini va uzunligini belgilash va ustunlarni structurega kirib, ustunlarni ketma-ketligini to'g'irlash, qaysidir ustunni o'zgartirish, qaysidir ustunni o'chirib tashlash, mana shu funksiyalarni sizlar bilan ko'rdik. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.